Pastdarg'omda yo'q. Butun O'zbekistonda hali bunaqa narx mavjud emas. Bunaqa narx yo'q deb bekorga aytganim yo'q. Sababiki ushbu orqamda ko'rib turgan darvozalaringiz narxi atiga 580 ming so'mdan boshlanar ekan. Sababi nimagaligini esa hozir akamizni o'zidan bilib olamiz. Video oxirigacha ko'rib turing. Aka qarangiz. Nimaga darvozalaringiz narxi atiga 580 ming so'm? Endi ish faoliyatimizni boshladik. Shunga darvozalarimizni faqat xalq uchun, Pastdarg'om xalqi uchun ishlaymiz. Nasib bo'lsa, darvozalarimiz narxlari 580 ming so'mdan 700 ming so'mgacha ishtampoka variantlari bor. Samarqand Fason darvozalarimiz narxlari 1 milliard 250 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha bor. Afsona Fason, Chechen Fason, Dubai Fason darvozalar hammasi kiradi. Borib o'lchab kelish, olib borib ustanovka qilish hammasi bepul ichida. Aka, vislaringiz nechi? 80 dan, aka qarang, 75 dan hisoblaganda ham to'rttasi salkam o'zi 300 kilo bo'lib qo'yadi-da. 300 kiloni ko'tarib turibdi bemalol. Endi 3tasi bitta deb eshitganmisiz? Mana bunaqa kachili oldin yaktalik o'zi bo'lib turardi. Mana ko'rib turganingizdek, endi uchalasi bittada. O'zimizdan, Pastdarg'omlik, Jaydar akalarimizdan, Sharof Rashidovdan bo'ladi. Bemalol akamizga kelsalaringiz hech qanaqa ustama yoki ortiqcha pul qo'yilmaydi. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Kattaqo'rg'on Petak bor. Kattaqo'rg'on Petakdan kelishda mana shunaqa yo'lning ustida chap tomonida sifatli va arzon darvozalar, bu tomonda esa Kattaqo'rg'onga ketish yo'li, ya'ni Kattaqo'rg'ondan Jumaga kelish yo'li hisoblanadi. Pastga raqamlar qoldirib qo'yaman. Akamiz o'ziga aloqa qilsalaringiz, bizning nomimizdan kelgan obunachilarimizga esa yanada kelishtirgan hollarda qilib berishar ekan.